14 aprel kuni 36 yoshli Nasiba Elmurodova vafot etdi. 2 kun avval esa uning chaqalog'i ona qornida nobud bo'lgandi. Oila a'zolari bu fojiaga shifokorlarning e'tiborsizligi sabab bo'lganini aytmoqda. Shifokorlar esa bu iddaolarni rad etyapti. Kun.uz ushbu voqea xronologiyasini boshidan oxirigacha tiklashga harakat qildi. Nasiba Elmurodova shifoxonaga olib kelinganida homiladorlikning oxirgi bosqichida edi. Uni o'sha kuni turmush o'rtog'i hamda ovsini shifoxonaga olib kelishgan. 10-aprel kuni soat 2larda olib keldik. Adaltopa tekshirdi, ko'rdi, uziga jo'natdi. Xususiy uziga borib keldim. Uzi qog'ozini olib qoldi. Oldida o'zi soat 4lar bo'lib qo'ydi. Semeni almashdida eshitaverib to'lqin doktorni qabul qildi. O'zi qog'ozni ko'rdimi, ko'rmadimi bilmay olib qoldi, lekin Ozoda Mixliboyevaning aytishicha, shifokor ularga tug'ruq tabiiy yo'l bilan ketishini aytgan. Shundan keyin ayolning yaqinlari uyiga qaytgan.